Ko'pchilik uylanadi, o'tib ketadi, erga tegadi, boshqa qilib ketadi. Mana 21 yosh. Shu yuzimga har xil toshmalar toshiydi. O'smirlik paytimda boshlangan. Asosan o'smirlik paytimda peshona qismimda ko'p bo'lgan. Yildan yilga o'sha peshonamda yo'q, bu tomonlarga chiqishni boshlagan. Ugri teridagi yog' bezlarining ish faoliyatini buzilishini kelib chiqargan kasallik bo'lib, u faqatgina tibbiy muammo emas, balki sotsial muammolardan biridir. O'smirlar orasida statistik ma'lumotlarga ko'ra, eng yuqori suitsid ugri bilan kasallangan bemorlardir. Ko'pchilik ota-ona shuni e'tibor berishini istardimki, ugrini qanchalik erta davolash boshlansa, uning asoratlarini olish ham shunchalik yaxshi bo'ladi. Bemorimiz yuqorida aytilgan bir necha bor qayta davolangan. Asosiy patogenetik davo bu sistem retinoidlar hisoblanadi. Sistem retinoiddan aslo qo'rqmang. Uni tekshirib, to'g'ri dozirovkada, to'g'ri назначить qilinsa, bu o'z samarasini albatta beradi.